Xudo qachon yopsangiz bo'ladi. Bu narsani ko'rsatmasam, ba'zi qo'sh tirnoqdagi negativ insonlar uchun bu narsani ko'rsatishim ham kerak. Va bu narsa haqiqatdan bizga shu holatdagi oilani sizlarga olib chiqayotganimni isboti bo'lishi uchun ko'rsatishim kerak. Bu narsalar biz uchun og'ir, ishoning. Sizga videoni ko'rish qanaqa qiyin bo'layotgan bo'lsa, videoni olish biz uchun undan 10 barobar qiyin. Bir dona like bosib, qo'lingizdan kelgancha ko'proq ehson qilib qo'ysangiz, biz sizdan faqat xursand bo'lamiz. Inshaalloh hozir qilayotgan ehsoningiz o'sha kunda ajrini beradi. Alloh azza va jallaning huzurida faxrlanib turasiz inshaalloh. Bugun qilayotgan ehsoningiz ertaga sizga 10-100 barobar bo'lib qaytadi. Ishoning, ehsonning mukofoti ehson. Ehson qaytadi. Hech bo'lmasa yordam bilan videoni tarqalishga yordam bering. Ko'proq profillarga bu videolarni olib, mana shu oilaning o'zini kartasidan videoni o'zingizga qo'yinglar, joylanglar, tarqatinglar. Biz ko'proq videoni tarqatishimiz kerak. Befarq bo'lmayapkan. Hammanglardan iltimos qilib qolaman. Holatni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Men oddiy qulman. Men bu yerda bu holat sizlarga yetkazib berayotgan oddiy insonman. Men bu yerdan bir sim pul ham olmayman. Foyda ham ko'rmayman. Bemanfaat, faqatgina manfaatimiz jannat. Siz ham bir qadam tashlang. Yaxshilik izlab siz ham yo'lga chiqing. Muhim befarq bo'lmang. Har bitta inson, har bitta nafas olayotgan inson yashashga haqqi bor. Agarda ehson qilgan bo'lsangiz, hech bo'lmasa befarq bo'lmasdan like bosgan, tarqatishga yordam qo'shgan bo'lsangiz, hech bo'lmasa duo qilib qo'ygan bo'lsangiz ham Alloh sizdan rozi bo'lsin.